Assalomu alaykum azizlar. Biz Jizzaxdan yo'lga chiqqandik. Sirdaryoga yetib keldik. Hali gostinitsa joylashmasimizdan уже Sirdaryoli akalar demaymiz. Kim? Opa, aloqaga chiqdilar. Mana shu mashinchamizni, Nexia 2mizni alishmoqchi ekanlar. Assalomu alaykum. Salom, Sirdaryo. Voydon. Opa yo opa. Opasi. Ismingiz nima opajon? Lola. Lola. Tillachiman Yangi yerda Zuhra Gold onamning nomi bilan atagan Zuhra Gold tilla do'koni bor. Nimaga almashamiz bu Nexia 2ni? Hozir ko'rasizlar. Onajon keling. Bunaqasi bo'lmagan ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana sizlarga Zuhra Gold do'konimdan brilliantlar. 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 Prям sizlar uchun brilliantlar. Brilliantga chiqib ketib qoldik. Oila bor. Hojiona ismingiz nima? Sizning nomingiz ekan-a, tilla do'kon. Nom bilan. Demak, Nexia 2 sizniki ekan-da. Onamniki. Mana onam sizga yaxshi. Mana bo'lsin. Bizga boshi buyursin, sizlarga tillalari buyursin. Tilla necha gram? Tilla 59 gram. Shunda necha pul bo'lyapti bu? 5500 dollar. Ayo, nimalar bo'lib ketdi? Bu gapni aytmasam qo'ymaydilar ekan. Nima bo'ldi? 5,5 ming dollar bo'ldi. Keyingi manzilimiz endi Toshkent. Manacha final. Gap yo'q ekan. Dokumentlar berib qo'ying opasi. Ana mashinaning texnik pasporti. Endi ertaga ana gendavermismi? Ammajonim qilib berasiz sizning nomingizda chunki. Mana bu. Jonimga gen qilib berasizlar. Bo'ldi, mana gap yo'q, mana dokumentlar. Bizning mashinalar nasib qilsin sizlarga tillalarim. Yana ham bu ko'rsatuvlaringga omad tilayman. Birinchi bor sizlar zo'r sevib kuzataman. Qalbimdasizlar. Rahmat. Sirdaryoliklar, bosh kelasiz. Qizimiz